Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının sabiq raisi, Uyghur Kişilik Huquq Demokratiya Mərkəzinin raisi Dolqin İsa Əpəndi Germaniyanın Münxen şəhərində ötküzülgən Münxen Avropa yığınına qatnışıb, hər qaysı dövlətlərinin diplomatları və dövlət reisləri bilan uçuruşub lobby fəaliyyəti elib barğan. Münxenda 12 fevral kechda boshlangan 10-chi qitimliq Münxen Avropa yig'ini ko'p qutbli dunyoda Avropa ittifoqining kelgusi, Avropaning bir gavdalashishi ve Avrupa'nın kelgusidagi taraqqiyotining yo'llarini belgilash uchun Avropa davlatlarining boshliqlari, diplomatlar, parlament a'zolari, mutaxassislar va axborotchilarning qatnashishida 14 fevralgacha davom qildigan bo'lib, bu yig'inning bu yilgi muhim temasi o'zgarayotgan dunyo vaziyati, Xitoyning dunyoga elib kelayotgan tahdidlari ve Avrupa sanoatining asosi bo'lgan nodir qizil mobayliqlar, ya'ni seyrak topa, Avrupa sanoati duch kelayotgan xiristlar ve yillardan beri davom qilayotgan urushlar muhokama qilinadi. Bu yig'inga har yili taklif bilan qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yilmi taklif qilingan bo'lib, 12 fevraldagi yig'inning ichilishiga qatnashgan Dolqin İsa Əpəndi har qaysi davlatlarning diplomatlari va davlat reislari bilan uchrashib, lobby faoliyati olib borgan. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi Roshan Abbas xonim Meksikaning Baja Kaliforniya Avtonom Universiteti ve Meksikaning Tijuana shahridagi Amerika konsulxonasi tarafidan o'tkazilgan ta'sir kuchi kesishmasi nomli yig'inda yerlik emgak amaliyatining dunyoviy oqibati nomli maxsus muhokamaga qatnashib, Uyg'ur majburiy emgaki va Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini o'ttirib qo'ygan. Bu Dünya Uyghur Qurultayining 2-chi qitim Meksikada faoliyat elib berish bo'lib, tunji faoliyati 2024-yil 11-oyda Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin tarafidan elib berilgan edi. Bu qitimqi qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbasning qatnashida elib berilgan yig'in Amerika elchixonasi tarafidan o'tkazilgan bo'lib, Amerika Davlat ishlari ministrligining rayonlik iqtisod va siyosiy ishlar amaldori Mark Nepros riyosatchilik qilgan. Mazkur yig'inga Amerikaning Meksikadagi bosh konsuli Christopher Teal, Roshan Abbas xonim, Amerika Emgak Ministerligining Xalqaro Emgak ishlari idorasi elchisi Mauricio Cortes va Meksikaning tamojna qoidalariga rioya qilish mulozimat ta'minlaguvchisi Sandra Maldonado qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Roshan Abbas xonim so'zida Uyg'ur majburiy emgakining dunyoviy ta'minlash zanjiriga qanday singib kirayotganligini, Xitoyning Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan mollarining Amerika Meksika chegarasidagi yaqin dengiz bo'yi orqali xalqaro bozorni bulg'anligini, hadisi Gulshan Abbasning adolatsiz qamoq jazosiga uchirganlik ahvoli bilan inchiki bayon qilib, Xitoy shirkatlari Meksikaga yaqinlashgan sari Uyg'ur majburiy emgakining Amerikaga kirish xavfining eshayotganligini ta'kidlab, ta'minlash zanjirining oshkorligining zarurligini o'ttirib qo'ygan. Bu yig'inga siyosiyonlar, diplomatlar, tədqiqatçı və mütəxəssislər, oxucuchi və o'qituvchilardan bo'lib 300 dan ortiq kishi qatnashgan. Bu faoliyat jarayonida o'tkazilgan strategiyalik 3 bo'lon siyosat dinamikasi va Shimol Amerikaning tanlashi nomli muhokama yig'inida 21-asr Xitoy markazining mudiri Viktor Sheikh, Stanford Universiteti, Hoover institutining Xitoy ishlari mutaxassisi Glenn Tiffert, Meksikaning Kaliforniya Avtonom Universiteti iqtisod va boshqarish fakultetidan Andre Guerrero qatorliqlar Shimol Amerika qit'asining Xitoy tarafidan qanday suiiste'mol qilinayotganligi va Shimol Amerikaning bu strategiyalik kuch bo'lgandagi roli haqida muhokama olib borgan. Mazkur faoliyat jarayonida Meksikaning Tijuana shahridagi Amerika konsulxonasi ve Tijuana Medeniyet Merkezi'nin sahipxonligida Roshan Abbas xonimning Hadamni izlash nomli hujjatli filmi qo'yilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan vahshiyligi, majburiy emgak va qirg'inchilik siyosatlari tafsili tanishtirilgan. Shvetsiyaning Linköping shahrida faoliyat qilayotgan Dunyo Onalar jamiyatining o'rinlashtirishida Stokgolmning Tensta rayonida 11 fevral kuni Onalarning so'zini anglang degan temada faoliyat elib berilib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari yerlik tashkilotlarga tanishtirilgan. Mazkur faoliyatda Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur xonim o'ziga berilgan qisqagina vaqt ichida yig'in qatnashchilarga shvet tilida tajovuzchi Xitoy davlatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni nishon qilgan va bugungacha davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur farzandlarini oilasidan majburiy ayirib etish,
ayollarni majburiy tug'mas qilib etish, Uyg'ur qiz ayollarni Xitoy erlari bilan majburiy to'ylashtirish, lagerlardagi tutqunlarni noma'lum jinoyatlar bilan qamoq hukm qilib turmalarga solash va majburiy emgak silish qatorliq amaliy misollar tonishtirilib o'tgan. Faoliyat jarayonida Shvetsiya Uyg'ur birligi tashviqot bo'limi tarafidan tayyorlangan nopuzliq axborotlardagi xabar va hujjatli filmlardan tayyorlangan 10 minutlik ingliz tilidagi qisqa film qo'yib berilgan. Faoliyat yana Shvetsiya Uyg'ur birligi shvedcha, inglizcha, turkcha tillarda tayyorlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid materiallar, Uyg'ur yozuvchilarning kitoblari, Uyg'urlarning milliy urf-odatlariga munosabatli kiyim-kechak qatorliqlarni ko'rgazmaga qo'ygan bo'lib, faoliyat oxirida yig'in qatnashchilari Baxtinur xonimning so'zini anglagandan keyin o'zlarining hisslashlarini bildirishgan va faoliyatga qatnashgan har qaysi tashkilotlarning raislari o'zlarining Shvetsiya Uyg'ur birligi bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqi duch kelayotgan bu ahvollarni o'zlarining tashkilotiga anglitishga va'da berishgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.